Safaringiz yoniga bundan 5 yil oldin kelgan edim. Boshida kelganimda chistkaga kelgan edim. Chistka qilmaganlar xafa bo'lganman, to'g'risi. Kibrli ekanlar deb. Keyin bilsa hammani yuziga chistka qilmas ekanlar. Undan keyin qizim keldi. Yuzi muammoli, ugrili edi, toshmali edi. Avvalambor Alloh sababsiz farangiz bo'lib, yuzlari yaxshi bo'lib ketdi. 2 yillik dog' edi bu. 3 hafta oldin keldim, yuzimga nabur yig'ib berdilar. Avvalambor Alloh sababsiz farangiz bo'lib, birinchi doktorlik ishingizni qilib keling deb qaytarib yubordilar. Ancha yaxshi o'zgarish, narxlar juda yaxshi. Hozir budjetni Allohdan qo'rqadigan, mehnatini halol qilib pulni topadigan insonlar. Maslahatim kelinglar. Hozir ketimdan yana 2 odam kelgan. Ko'zini tagida ozgina osilish bor edi. Yo sizniki doktorlik ish dedilar. Jarrohlik yo'li ekan. Men to'ldirganim bilan dedilar, foydasi yo'q. Xuddi yostiqqa paxta tiqqandek bo'lib qolamiz dedilar-da. Haqiqat dedilar. Ketyapmiz endi.